Bajahol, assalomu alaykum. Hammaga salom degani. Aziz do'stlar, aziz obunachilar, Shams TVga xush kelibsiz. Aziz do'stlar, bizda ip sohasida ish boshladik. Kimga ip sohasida nima kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqsanglar bo'ladi, tortinmasdan. Aziz do'stlar, bizda mana ko'rib turganingizdek rezinkalar bor. Rezinka paypoq sohasida rezinkalar bor. Tirkatash fabrikalar ham aloqaga chiqsa bo'ladi. XB iplarimiz ham bor. Ko'rib turganingizdek, XB iplar mana xohlagan ranglarda XB iplarimiz bor. Rezinkani mana oqi, mana bu qorasi rezinka. Mana bu endi puf deydi. Pufimizni ko'ryapsizlar. Puflarimizni sifati xudo xolisa a'lo darajada, narxlari juda ham arzon, optim narxda. Xitoylardan promoy olib beramiz. Bizda arzon. Bizni toping, biz sizlar bilan yaxshi kelishib ishlaymiz xudo xolisa, chunki bizda narxlar arzon. Yana puflarimizni mana qorasi bor. Mana bu oqi. Mana bu maloshnisi. Mana bu ko'ki, havorang. Buni to'q ko'ki ham bor. Bu qizili ham bor. Yana bunaqa rangi ham bor, bardavoyi ham bor. Keyin to'q qora rangi ham bor. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Bizda polister bor. Yana siz xohlagandaqa iplarni topib beramiz. Men yangiligim uchun jinday qiynayapman do'stlar. Nomlarni aytishga. Bizda arzon xudo xolisa aloqaga chiqinglar, pastga telefon nomerlarini yozib qo'yaman. Telefon orqali narxlarni gaplashamiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor xudo xolisa. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Biz sizlarga foydali narsalar chiqarishga harakat qilamiz. Hammaga omad.